Oddiy yog'ochdan milliy cholg'u asboblarimiz yasaladi. E'tiborli tomoni, mana shu yog'och qanchalik yillar davomida quritiladigan bo'lsa, uning sifatiga ham ta'sir o'tkazishi mumkin. Birgina milliy cholg'u asbobi 2 asr davomida egasiga xizmat ko'rsatadi. Biz bugungi reportajimiz davomida mana shunday milliyligimizni, milliy cholg'u asboblarini yasash hunari bilan shug'ullanadigan faol yosh bilan tanishtiramiz. Mana shu kabi cholg'u asboblariga qanchalik ko'p ishlov berilsa, uning narxi ham shunchalik oshib boradi. E'tiborli tomoni, bu yerda hattoki buyurtmaga asosan qimmatbaho cholg'u asboblari ham ishlab beriladi. To'g'rimi? Siz mana shu sohada necha yildan buyon faoliyat olib boryapsiz va bu qanchalik qiziqarli soha, yo'nalish? Oldin birinchi navbatda sozgar usta bo'lishdan oldin mohir sozanda bo'lish kerak. Bu narsani yasash uchun oldin sozgarlik san'atini o'rganish kerak. Ana undan keyin ustachilik san'atiga o'tiladi. Endi bizada bu ota kasb avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Bu sohani o'rganish uchun masalan yillab davomida mehnat qilinadi. O'zi tajriba asosida ustozdan o'rganib boriladi. Shuning uchun mana bugungi kunda sizning musiqa sohasida ham bilimingiz bor va bu bevosita mahoratli bir cholg'u asboblarini yaratilishiga ham sababchi bo'lyapti-da, to'g'rimi? Masalan, oyiga qancha mana shunday cholg'u asboblarini yasash imkoniyati bor? Bu cholg'uni yasashdan oldin quritish jarayonlari bo'ladi. Bu quritish jarayonlari masalan 3-4 yildan boshlab 20 yilgacha shu yog'ochda quritiladi. Ana undan keyin yasash jarayoniga o'tiladi. Nimalardan yasaladi cholg'u asboblari? Cholg'u asboblari kosasi tut daraxtidan ko'pincha, ana undan keyin yong'oq, o'rik daraxtlaridan ham yasaladi. Dastasi o'rik daraxtidan eng mustahkam yog'och. Keyin qolgan qismlari yong'oq, boshqa daraxtlardan yasaladi. Mana hozir bu yerda chig'anoqlarni ham ko'ryapmiz. U qayerda foydalaniladi? Chig'anoq ishlari torga bezak, sadaf qo'yish jarayonlaridan foydalanadi. Mana shu chig'anoqlardan torga naqsh qo'yiladi. Bu endi maxsus san'atkorlar uchun yasaladigan torlarimiz. Qaysidir qismida xato qilib qo'yilsa, bu yo'q degan gapda, to'g'rimi mehnatini? Albatta. Ko'proq nimaga e'tibor qaratish kerak shuning uchun? Yaxshi sifatli mahsulot tayyorlash uchun. Sifatli bo'lish uchun hamma detaliga e'tibor berish kerak. Xato qilishga haqqi yo'q ustani. Xato bo'lsa baribir ko'rinib turadi-da, iloji boricha xato qilmaslik kerak. Qanaqa fikrlar bilan ketishyapti xaridorlaringiz? Hozirda bizning xaridorlarimiz butun O'zbekiston, O'rta Osiyo, hattoki Amerikagacha ham yetkazib beramiz o'zlarimizning sozlarimizni. O'zbek, tojik qardoshlarimizga shunaqa hammalari xursand, duo qilishadi. Masalan, bizga yasab bergan cholg'ularimizga 100 yil davomida garantiya beriladi sifatiga. Mana shu sadafli torimizni olsak, bu san'atkorlarga maxsus yasaladi navbat bilan. Mana shu sadafli torimizga 1 oy davomida vaqtimiz ketadi. Kuniga 8 soat, 10 soatlab mana shu chig'anoqdan naqsh ishlar qo'yiladi. Bu maxsus yasaladi. Bu torimizni ko'rsangiz, kosasi ham yong'oq daraxtidan. Yong'oq baribir chiroyli ham zuvchanasi zo'r bo'ladi. Yangi yasalgan torlarimiz, masalan, san'atkorlarga berilgandan keyin bular yildan yilga rangi o'zgarib, korishnoy shikolat rangi o'zi tabiiy rang olib boradi. Buni ko'pchilik o'ylaydi, bo'yaladi deb o'ylaydi. Yo'q, bu daraxtning o'zining tabiiy rangi bo'ladi. O'zi keyinchalik qorayib, rangi o'zgarib boradi. Keyin masalan, mahsulot tayyor ekanligini qayerdan bilasiz? Mahsulot tayyor bo'lganini o'zlarimiz chalib, sozlab, san'atkorlarga ham chalib keyin topshiramiz. O'zlarimiz chalib ko'rsatib beramiz. Mana shu hunar ortidan yaxshi daromad qilsa bo'ladimi? Hunar sohasida yaxshi daromad topsa bo'ladi. Bu masalan buyurtma asosida yasalgandan keyin bunga ko'p vaqt talab qiladi, shunga nisbatan narxi ham oshib boradi. Ustaxona eshigini ochishingiz bilan yog'ochning xushbo'y hidi va mehnatning samimiy muhiti sizni qarshi oladi. Bu yerda har bir asbob oddiy buyum emas, balki mehr, sabr va san'at uyg'unligida yaratilayotgan noyob asardir. Ben yoshlikdan qiziqqanman bu kasbga. Bizning uyda o'zi buvalarimiz duradgor usta bo'lgan. Shuning uchun ham biz yoshlikdan shu ustaxonaga kirib, ustaxonada har xil kichkina o'yinchoqlarni yasashdan boshlaganmiz. Undan keyin qishloq yillarida biz mol qo'y boqqan vaqtda bitta tayoqqa simni qistirib, tingirdatib, shundan soz chalishga qiziqqanman. Otam rubob olib bergandan keyin shu muzika maktabiga qatnab, muzika maktabida rubobdan o'qib, keyinchalik bilim yurtlarida o'qidik. Shu kasbni qiziqib boshlagan vaqtimda otam yordam qilgan. Buni dastani qo'yish sir-sinoatlari bor.
birdan bo'lmaydi bu narsalarni. Shu narsalarni otam o'rgatgan, keyinchalik o'zlarimiz ishlayverib, malaka oshirib, o'zlarimiz dastani joylashtirishlari, sir san'atlarini o'rganib kelyapmiz. Yana hozirda shu o'g'lim qiziqgan, o'g'limga ham o'rgatib turibman bu sozlarni, sir san'atlarini. Daromadimiz ham yaxshi yetarli oydi. Shuning uchun ham yoshlarga ham tavsiya qilamiz, kelsinlar, qiziqsinlar, shu kasblarni o'rgansinlar. Yaxshi bo'ladi, o'zini iqtisodini ko'taradi. Hunarni o'rganish uchun ko'p vaqt talab qiladi. Bu oson ish emas. Sabr, toqat kerak, erinmaslik kerak. Yo'da buzilib ketadi. Shularni sabr, toqat bilan o'rganish kerak. Hozirgi kunda yoshlar muzika maktablariga keladigan yoshlar, ota-onasi keladi, bolam rubobga qiziqadi, shunga rubob olib beraman deb keladi. Biza yoshlarga shu rubobni ushlashni, chalishni qiziqtirib yuboramiz. Biza xursand bo'lamiz. Shu yoshlar kelib rubob olamiz, doira olamiz deb qiziqib kelib shuni olsa, biza xursand bo'lamiz. Yana shu yoshlardan yana katta san'atkorlar chiqib turibdi. Hozir O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar bo'lganlari bor. Hozirgi kunda yana hunarmandlarga ham ko'p imtiyozlar qilinib turibdi. Bizlar ham shu 20 yil bo'ldi hunarmand uyushmasiga a'zomiz. Shuning orqasidan festivallarga, ko'rgazmalarga taklif qilishadilar, boramiz. Yasagan sozlarimizni olib borib shu ko'rgazmalarda ko'rsatamiz. Ko'pchilik hunarmandlar bilan tanishamiz, malaka oshiramiz. Hatto shu yasagan sozlarimiz chet davlatlarga ham chiqib turibdi. Shundan xursandmiz. Masalan, chetga shu narsalarni chiqarishga hozir imtiyozlar katta. Unga to'lov to'lanmaydi. Xohlagan mamlakatga chiqarsa bo'ladi bemalol. Bu ham bizlar uchun bir qulaylik. Oila boshlig'i yillar davomida milliy cholg'u asboblari tayyorlash bilan shug'ullanib kelgan. Uning tajribasi bugun farzandlar tomonidan ham davom ettirilmoqda. Shu tariqa hunar avloddan avlodga o'tib milliy qadriyatlarimizga xizmat qilmoqda. Mana shu jarangli tog'larimiz maxsus buyurtma asosida yasalgandan keyin bunga uzoq vaqt davomida ishlov beriladi. Shunga yarasha narxi ham qimmat bo'ladi. Keyin bezak berilmagan yangi oltin tog'larimiz, bular ham ko'pincha zakaz bilan, bularda bezak ishlari kam bo'lgani uchun bular arzonroq bo'ladi. Masalan, mana shunday maxsus torlar taxminan qancha miqdorda baholanadi? Endi masalan, san'atkorning talabiga binoan bo'ladi. Qancha sadaf ishlar ko'p oshib borsa, narxi ham oshib boradi. 10 milliondan boshlab 30-40 milliongacha ketaveradi. Hozirgi kunda yoshlarni hunar ishiga targ'ib qilaman. Nimaga deganda, hunar bor inson hozirgi kunda yaxshi daromad topadi. Yoshlarni ham taklif qilamiz bu sohaga. Dutor, tanbur, rubob yoki hijjak tayyorlash jarayoni bir necha bosqichdan iborat. Yog'och tanlash, uni quritish, shakl berish va bezak ishlari katta mahorat talab etadi. Har bir chiziq va naqshda milliy an'analar aks etadi. E'tiborlisi, bu oila faqat musiqa asboblarini yasash bilan cheklanmaydi. Ular yoshlarga ham hunar sirlarini o'rgatib, milliy san'atning davomiyligini ta'minlashga hissa qo'shmoqda. Hozir men ish jarayoni ustidaman. Shu qo'limdagi torni kosa qismi bu. Bu tut daraxtidan qilingan bu. Bu tutni ham 70-80 yillik tutlarni kesiladi bunga. Bu yog'ochni kesib olgandan keyin unga o'zining o'lchamlari bilan kosa qismini shakli qilinadi. Bu nam vaqtida qilingani uchun o'zini shaklidan kattaroq qilinadi. Nimaga desa, bu quritish jarayonida o'zi sal kichrayadi, bukiladi. Ana shuni e'tiborga olib, shaklini sal kattaroq qilinadi. Keyin bu quritish jarayoni bo'ladi buni. Quritish jarayoni ham o'zining bir sir san'atlari bor. Shamol, quyosh ko'rinmasligi kerak, shamol o'tmasligi kerak. Kosa qismini o'zi qancha quritsa shuncha yaxshi. Kamida bir 4 yil, 5 yil qurisa yaxshi qurigan bo'ladi, suv qochib. Ana shundan keyin dastani joylashtirsa, soz, umrboqiy soz bo'ladi bu. Dasta bukilmaydi. Kosa qismi tut bo'lgandan keyin dastani o'rikdan qilamiz. O'rik daraxti tutga qaraganda ham qattiqroq bo'ladi, zich bo'ladi. Shuning uchun dasta
o'rik daraxtidan, yong'oqdan, endi qattiq materiallar ko'p. Asosan bizada mahalliy daraxtlar shu tut, yong'oq, o'rik daraxti ko'p bo'lgani uchun shundan ishlaymiz. Dastani ham kamida bir 4 yil, 5 yil quritib, keyin dastalash kerak. Shunda soz yaxshi bo'ladi, dasta bukilmaydi. Bugun bu ustaxonada yaratilayotgan cholg'u asboblari nafaqat yurtimizda, balki xorijda ham o'z muxlislarini topmoqda. Eng muhimi, ular milliy musiqa an'analarini saqlash va targ'ib qilishga xizmat qilmoqda. Milliy cholg'u asboblaridan tayyorlanayotgan har bir navo ortida ana shunday fidoyi insonlarning mehnati mujassam. Ular yaratayotgan asboblar esa nafaqat musiqa sadosi, balki xalqimiz tarixi, madaniyati va ruhiyatining ham ovozidir.